Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Toshkent viloyatining Toshkent tumanida yashovchi 1968-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs haj ziyoratini tashkil etishga vakolati bo'lmasa-da, mahalliy fuqaroning ishonchiga kirib 8000 AQSh dollari evaziga uning ota-onasini joriy yilda haj ziyoratiga yuborishni va'da qilib, oldindan 2000 AQSh dollari olgan vaqtida qo'lga olindi. 5000 boraman. 5000 oldingiz hozir. Bo'ysa bormoqchisiz haj safariga. Tezkor tadbirda qonun qoidasiga binoan Andijon viloyatida yashovchi shaxs haj umra ziyoratiga noqonuniy yo'layotganini bildirgan. Bu kabi qonun buzilish holati Farg'ona viloyatida ham qayd etilib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan Yozyovon tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan shaxs 4 nafar fuqaroni umra ziyoratiga yuborish evaziga 4200 AQSh dollari olgan vaqtida uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Sirdaryo viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilyapti. Sirdaryo viloyatida kuzatilgan holatda esa Oqoltin tumanida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan shaxs o'zini go'yoki sayyohlik firmasi vakili sifatida tanishtirib, 3 nafar fuqaroni umra safariga yuborish evaziga jami 3450 AQSh dollari talab qiladi. Ushbu shaxs oldindan 1100 AQSh dollari hamda 1,290,000 so'm olgan vaqtida ushlandi. Nima maqsadda ko'rishdingiz aka? Umra safariga borish maqsadida murojaat qildim. Siz qayerda ishlaysiz? Ishlar. Ishlaysiz. Qancha miqdorda pul oldingiz? 1100 dollaru 1,290. Qashqadaryo viloyatida kuzatilgan holatda esa Qarshi shahrida faoliyat yurituvchi xususiy aviakassa rahbari mahalliy fuqaroning ishonchiga kirib, uning qarindoshini umra safariga yuborishini aytib, buning evaziga 1200 AQSh dollari talab qiladi. Uning ko'rsatmasi bilan aviakassa xodimi oldindan 10 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.